Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmti Minəli Əpəndi açılış nutqu sözləb mundaq dedi. Hörmətlik əpəndilər və xanımlar, bugün biz dünyadakı bu çoğ şəhərə yığılıb 1933 yılı qurulğan 1-ci Şərqi Türkistan Cumhuriyetimizin 91 yıllıqını, 1944 yılı qurulğan 2-ci Cumhuriyetimizin 80 yıllıqını və Şərqi Türkistan sürgündü hökumətimizin 20 yıllıqını təbrikləb atırız. Diqqatga sazavarki, bu üç hadisini bağlab turayotgan mundaq bir o'rtaq kun bor. 12 noyabr. Ehtimal bu kunning qandaq ahamiyatga ega ekanligidan hayronlik his qilishimiz mumkin. Amaliyotda bu otliq g'ozi Yoqubbek 1864 yili Qashqarni fath qilgan kun. Rahbarlarimizdan Sobit Domillan bilan Ilhom To'ra bu kuni Sharqi Turkiston Jumhuriyatining qurilganligini rasmiy jakarlagan. Ular bu orqali muhim bir siyosiy shajarni yaratgan. Ya'ni o'zgacha muqaddas va mangulik bir izchillikni yaratgan. Biz ma'lum bir muhim ishni qayta takrorlash orqali qasamimizni, o'zimizni beg'ishlashni va aqidamizni yanglab turishga moyil. Biz har kuni o'zimiz haqiqiy so'ygan insonlarni men seni so'yman deganda hargizmo hissiyotimizni zehirkarlik va mexaniklik shaklda bildirgan bo'lmaymiz. Balki ularga bag'ishlangan hissiyotimizni qayta urg'utilgan va jonlangan shaklda yangilaymiz. Bu bizning duolarimizda, murosimlarimizda, o'ylarimizda va harakatlarimizda ko'p yuz beradi. Har bir takrorlik orqali o'zimizni qasamimizda yangilaymiz. Bu orqali hayotimizda nimani qadrlaydiganligimiz, so'yadiganligimiz va uning uchun kurash qilganligimiz haqidagi irodamizni, aqidamizni yangilaymiz. O'tganki 160 yilda ajdodlarimiz bir armonda bo'lib, bir umidni qilib va bir nishonga ishonib keldi. U bo'lsa-mu erkinlik. Ular bu armonni tuproqimizda 3 qatim amalga oshirish orqali bizning erkinlikka bo'lgan irodamizni, bizning yiroq ajdodlarimizdan keladigan yuksak irodamizni mavjudligimizning mohiyati sifatida manguylashtirdi. Bu bir ulus sifatida mustaqil davlatimizni qayta qurgandila yana qayta mumkin bo'ladi. Bu vaqtda biz zaminimiz va bizga kelgan va biz ketadigan tuproqimizga Allohning marhamati bilan qayta qadam bosamiz. Hurmatli qarindoshlar, omonat sifatidagi bu erkinlikni qayta qo'lga keltirish bosh tortib bo'lmas bir burchdir. Biz mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirishdan iborat bu vazifani avlodma-avlod davomlashtirish orqali ma'naviyatimizni yangilashimiz va qayta asliga keltirishimiz kerak. Bu kunda, ya'ni biz ham kurash qilayotgan bu kunda bu erkinlikni amalga oshirgan Yoqubbek, Sobit Domillan va Ilhom To'radek shodlikqa cho'mimiz. Biz hozir Amerikada Donald Trump 47-navbatlik Amerika prezidenti bo'lgandan keyingi tarixiy shodlik, umid va g'ururni ko'rib turyapmiz. Trump Amerikaliklarning kelgusiga bo'lgan umidini yangiladi. Butun dunyo ham Amerikaning dunyoviy rahbarlik rolini qayta joriy qildirib, adil, bexatar va taraqqiy qilgan kelgusini qayta qurishni umid qilyapti. Biz yashayotgan dunyo 10 yildan burungi dunyoga qaraganda texmo xatarliklashdi, murakkablashdi. Hokim mutlaqlikning qayta bosh ko'tarishi, kommunizmning singib kirishi va sun'iy aql ham yuz tonish texnikasidek o'tkir texnikalarning qo'llanishi dunyo xalqlarining erkinligiga tahdid shakllantiradigan mustabidlarga yordam beryapti. Dunyo kun sari ikki qutblashyapti. Dunyoviy to'qinishlarning urug'lari chechilyapti. Agar demokratiya qo'g'dalmasa, hokim mutlaqlik bitjit qilinmasa, biz dunyoviy raqamlik turmaga mangulik qamalishdan iborat xatar ostida qolamiz. Bundaq turma hozir Xitoyda amaliylashtiryapti. Hozirgi bo'linish hargizmo kapitalizm va kommunizm o'rtasidagi bo'linish emas, balki xalqning erkinligi bilan hokim mutlaqchilikning hayotga, erkinlikka va insoniyatga qarshi kun tartiblaridir. Tarixda erkinlik hech bir zaman hozirgidek tahlikaga duchor bo'lib boqqan emas. Buning aniq misoli shuki, Xitoy hali ham irqiy qirg'inchilik yurgizyapti va buningga qarta erkin dunyoning hech qanday bir ayblishi bo'lmagan ahvol ostida texmo jasoratlanyapti. O'zining cheklimsiz urush strategiyasi bilan butun insoniyatni qul qilishga qarab ilgarilayapti. Xitoyning cheklimsiz urush strategiyasi insoniy va insoniysiz bo'lgan barliq vositalarni qo'llanish orqali Amerika yetakchiligidagi g'arbni bitchit qilib, o'zining hukmronligini g'arb ojizlashgan va o'ziga qarshi kuch qolmagan ahvolda o'rnatishni ko'rsatdi. Bu urush adaqqa nuqtada Xitoy ustunlikni o'rnatishni nishon qilgan.
Xitoy üstünlüğünün tarixini Xitoy modern ulusының atası Sun Yat-senning parlaq yillariga surish mumkin. 100 yillar muqaddam u dunyoni haqiqiy va iqtidorli bir irqning, ya'ni Xitoylarning boshqarishini armon qilgan. Uningcha bu irqqa xiris qila oladigan faqat Anglo-Saksonlar edi. 100 yillik bu armon dal Xitoyning g'arb kuchlari ostida chaylangan 100 yillik xo'rliqidan manbalangan. Agar bir ulus o'zining xo'rliqidan siyosiy qurol sifatida foydalansa, u qisos elishga bel bog'lagan bo'ladi. Bu qisos qarg'u, vayron qilg'uch va tasavvur qilg'usizdir. Xitoylar Xitoy Kompartiyasi tarafidan necha yildan beri elib berayotgan kasalman va psixotik adolat qarashi bilan manipulyatsiya qilib kelinyotidi. Ular qon to'kishni o'zining xo'jayin irqligini asliga keltirishdagi ma'naviy tozalash deb qaraydi. Bu yerdagi cho'nqur mantiqa shuki, xo'jayin irq o'zini shuncha uzun xo'rlagan dunyoni ko'rib boqmagan tarzda qisos elish yo'li bilan cho'qim xo'rlishi va shu orqali dunyoning markazi bo'lishdek uzoq muddat kechikib ketgan muvofiq o'rniga qaytib chiqishi kerak. Bu Xitoyning nishoni. U ham bu nishonini hech yiqmasdan dunyoga bildiryotidi. Xitoy qon izlayotgan bir ajdihar. Bu ajdihar endi bir sirliq totem hayvoni emas, balki ko'z oldimizdagi real jonivorga aylandi. G'arb qonichar bu ajdiharning tishiga tegmaslik uchun uningga savdo fursatlari va iqtisodiy manfaatlarni berdi. Diplomatik nazokat ko'rsatdi, do'stona aloqada bo'ldi va siyosiy kengqo'saqlik qildi. Ammo bularning hammasi bu ajdiharni texmo hatavur, parvosiz, xatarlik va kuchli qildi. Chidashqa bo'lmaydiganga chidash, chidovchini chidovsiz shaklda vayron bo'lishga duchor qiladi. Ajdihar bilan elishish uchun ya bir ajdihar yoki uningdan kuchli bo'lishimiz kerak. Uningdan boshqa yo'l yo'q. Qechish yo'limi ham yo'q. Bu ham qadimgi ham kunimizdagi urushning qonuniyatidir. Urushda ya vayron qilsan, ya vayron bo'lasan. Sen ajdiharning tabiatini o'zgartirmaysan. O'zgartiraman desang, ya o'zingni baloga tiqsan, ya xomxayolga patqan bo'lasan. Valanki bu ajdiharning oldida hech qanday bir xomxayolga o'rin yo'q. Chunki u shu qadar real, tahlikalik, kuchaygan va irodali. Trump hukumati bu ajdiharga yana qaytadan duch keladi. Bu ularning eng chong xirsi. Uning rahbarligi ostidagi ilgirki hukumat vaqtida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlangan edi. Bu qirg'inchilik prezident Jo Bayden davrida texmi yomonlashdi. Hozir Xitoy yili ham bu irqiy qirg'inchilikni davomlashtiryapti. Agar Xitoy eng xatarli tahdid bo'lsa, bu tahdidning mohiyati shuki, eli ham irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoyning o'ch elishidan qo'rqib, hech kim uningga gap qila olmayotdi. Agar Trump mo Xitoyga hech nima deya olmasa, Xitoy bizni texmo jasoratlanib pak-pakiz qirib tashlab qolmasdan, balki sizlarni g'arbga bo'lgan tarixiy xo'rliqqa qarata intiqom olish uchun pak-pakiz yo'qotdi. Agar Amerika bizga qilinayotgan bu jinoyatni to'xtatishga harakat qilmasa, uning Xitoyni mag'lub qilishiga bo'lgan axloqiy nufuzi qolmaydi va dunyoning boshqa joylarida yuz bergan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblay olmaydi. Men yangi Amerika hukumatining ma'lum ma'nodan bizning irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizni keltirib chiqargan va Xitoyga 4 yil vaqt berib qo'yib, uning Xitoy davlatlar ittifoqini kuchaytirib, Amerika boshchiligidagi dunyo tartibiga tahlika elib kelgan ilgirki xatoliqidan savoq elishni umid qilaman. Amerikaning kelgusini emas, balki insoniyatning taqdirini belgilaydigan mavjudlik xislariga duch kelyotidi. U xatarlik 4 ko'cha oldida. Har bir tanlashning halqiliq va hatto ajallik oqibati bor. Xotirjamlik yoki tishiga tegmaslik Amerikani va dunyoni Xitoyning tahdididan qutuldira olmaydi. Amerikadan iborat bu buyuk davlatga osoyishlik tilayman. Shundaqla vatanim Sharq Turkistonning aman bir kuni xuddi Amerikadagilar erkin, kuchli va mustaqil bir davlat bo'lib qurilishini tilayman. Rahmat dedi.